Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hamma sog'mi, salomatmi? Bugun biz Farg'ona viloyati prokuraturasiga kelganmiz. Undan avval sud proseslarida ham qatnashdik. U haqida fikrimizni alohida bildiramiz. Lekin hozir mana Farg'ona viloyat prokuraturasiga keldik. Prokuraturadagi yigitlar o'sha viloyat prokurorining murojaatlar bilan ishlash bo'limi prokurori chiqib biz bilan suhbatda bo'ldilar. Kelishimizning asosiy sababini hozir mana advokatimiz o'zlari tushuntirib beradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor barcha prokuratura xodimlarini bayrami bilan tabriklaymiz. Ya'ni bugun ularning bayrami ekan. To'g'ri. Endi bizning asosiy vazifamiz shu bitta investorimiz turk fuqarosi bor edi. Shu Yozyovonda nima bino qurib zavod qurib bergan. O'sha zavod bo'yicha ya'ni qarzdorligi mavjud o'sha zavodning egasidan. Shu bo'yicha biz arizalar bilan murojaat qildik. Demak, shartnoma tuzilgan. Shartnomani asoslariga ko'ra $35,000 shartnomada qarzdorlik qolib ketyapti. Undan tashqari yana $65,000 yana qo'shimcha pul berish kerak bo'lgan. Bu bo'yicha biz viloyat prokuraturasiga murojaat qilganmiz. Ya'ni Yozyovon prokuraturasiga beribdi. Biz iyun oyida berganmiz. Lekin bizga hech qanaqa bir javob kelmadi. Hozir endi bilishimizcha bizga javob xatlarini berdi. Ya'ni shu bo'yicha Yozyovon tuman prokuraturasiga bergani, Yozyovon tuman prokuraturasi ichki ishlarga bergan bo'yicha avgust oyida xatimizga javob bergan ekan. Lekin mana hozirga qadarli ichki ishlar Yozyovonniki bizni hali chaqirgani ham, munosabat ham bildirgani yo'q bu ish bo'yicha. Endi bilmadim, hozir bular shartnomaviy, o'zingiz ham eshitdingiz, Ferzoka shartnomaviy munosabati deyapti, lekin plenum qarorida ham yozilganki, shartnoma ostidagi firibgarlik ham mavjud. Bilamiz, ayrim ishlarda ham shu shartnomasi bo'lsa ham ayrim fuqarolarga firibgarlik ishini, ya'ni 168 da ish qo'zgaydi. Endi bilmadim nimaga hozir bular shu iqtisodiy sudga murojaat qilish mumkinligini bildiryapti, lekin bu yerda mana men o'zim o'sha firma egasi bilan gaplashganimda ham, ya'ni shu pulni to'lab berishligini bir necha marotaba aytgan. Imенно shu prokuratura xodimlari tomonidan sudga murojaat qilishingizni tushuntirish beramiz deganidan keyin bu inson ya'ni berishdan bosh tortyapti. Ya'ni tadbirkor o'sha turk fuqarosini demak zavod qurdirib, yana shuncha qarz bo'lib, $100,000 hozir qarz bo'lib, u pulni berishdan bosh tortib yuribdi. Demak, uni kimdir himoya qilyaptimi? Endi meni nazarimda shunaqaga o'xshadi, chunki u beraman deyapti, keyin nimagadir o'sha telefonlarini ham ko'tarmayapti. Hozir men o'sha turk fuqarosi bilan gaplashganimda mana muhtaram prezidentimiz tomonidan ham investitsiya, mana prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tomonidan ham mana AQSh davlatlarida ham investitsiya kiritilishi bo'yicha ko'p mana nimalar olib borilyapti, islohotlar. Shu turk fuqarosi bilan, ya'ni Turkiyaga borganimda, suhbatlashganimda investitsiya kiritish masalasini gaplashganimda, yo'q, men investitsiya kiritmayman. Ya'ni meni pulimni shunaqa qilib undira olmaganligim sababli men investitsiya kiritmayman degan masalani berdi. Agar masalan shu ichki ishlar xodimi, prokuratura xodimlari shunaqa munosabatda bo'lsa, men o'ylashimcha investorlar O'zbekistonda kamayib ketadi. Ya'ni bular o'zini pulini, o'zini haqqini ololmayman degan fikrda o'sha investitsiya kiritmay qo'yadi. Shuning uchun bilmadim, rahbariyat tomonidan ham bunga munosabat bildirish kerak. Chunki ular chet el fuqarosi. Ularni masalasida alohida ko'rilish kerak. Mana salkam 1,5 yildan beri ariza bilan murojaat qilamiz, lekin javoblarni shu qiyin olamiz. Suskashliklar bor. O'ta suskashlik bor lekin. Tushunarli. Haqiqatan ham prezidentimiz mana agar hammamizning xabarimiz bor, tuman, shahar, viloyat hokimlarini chet ellarga yuboryaptilar. Investorlarni shu O'zbekistonga jalb etish, ularga shart-sharoit yaratib berish, ishchi o'rinlarini ko'paytirish, zavod, fabrikalarni qurishni, o'sha davlatimizning rivojlanishiga hissa qo'shishni xohlashyapti. Lekin mana bu kabi tadbirkorlar o'sha chet eldan kelgan investorlarni aldab, xo'p, ulardan foydalanib, yana o'sha qarzdorliklarini yillar davomida to'lamay kelyapti ekan. Biz bu bo'yicha hozir viloyat prokuraturasini murojaatlar bo'yicha ishlash prokurori bilan gaplashganimizda
yo 14-da yo 15-yanvar kuni Farg'ona viloyati prokurorining qabuli bo'ladi dedilar. O'sha qabul kunini ham bizni chaqiradigan bo'lishdi hamda biz viloyat prokurori bilan albatta uchrashib, bu muammolarni ularga yetkazishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, boshqa tadbirkorlar ham chet el fuqarolaridan, chet ellik o'sha investorlardan foydalanayotgan paytda keyinchalik o'sha bizni davlatimizni, yurtimizni, xalqimizni yuzini yerga qaratmaslik uchun ularni haqqini, pulini, qarzdorligini o'z vaqtida to'lab qo'ysa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Biz davlatimizga nisbatan ham ularda salbiy munosabat bo'lmasdi, nazarimda. Xullas kalom, biz bu ishga kirishdik. Farg'ona viloyatida ana shu tadbirkor bilan ham hali uchrashamiz, gaplashamiz, prokuraturaga yana kelamiz. Hozir o'sha tumanning ichki ishlar bo'limiga ham boramiz. Sog' bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom eting. Tinch bo'linglar.